Hayyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Madrid Mustafa. Bugungi videomizda sizlar bilan biz oddiy survival qilamiz. Nimaga oddiy survival? Chunki men oddiy survival bilan o'zimning birinchi kanalni yurg'izmoqchiman, boshlamoqchiman, ya'ni hammani ro'za ayyomlari bilan tabriklayman. O'zi salkib tilim kelishmayapti. Xijolat bo'lman shunisiga. Bu birinchi videom bo'lgani uchun biz birinchi bo'lib hozir daraxt chopib olishimiz kerak. Menga bu botanika yoqmaydi, jungli yoqmaydi. Stop, bu jungli emas, tayga. Bu oddiy o'rmon. Yo'qda o'sha jungli. Oho, cho'l chiqib bersa, cho'l. Biz taxta kesishdan boshlaymiz. Har doim birinchi qilgan ishimiz taxta kesish bo'ladi. Ya'ni Minecraftda. To'g'ri izmalarni yuribman. Video nimagadir usta bo'lib qoldi. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Endi tosh kesib olamiz. Menga juda ko'p mana shu ketkasimguncha kesib olaman. Ungacha videoni tezlashtirib yuboraman. Va mana kirkam sindi. Endi buni tezlashtirish kerak. Va nihoyat ikkita kirka va yog'ochli toporimni sindirib bo'ldim. Ya'ni ishlatib bo'ldim hammasini. Endi bulardan resurslar yasab hamma ugl va temirlarni yig'ib olamiz. Bo'lsa agar. Do'stlar, sizlardan iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va bitta narsa, mana shu tutur gapirayotganimga rahmat bermanglar. Bu birinchi videoyim. Men ustimdan kulishlarni tuturib gapiryapti, unaqa deyishlar mumkin. Unaqa deb o'ylamanglar, birinchi videoyim. Bir ikkita videodan keyin o'rganib qolaman. Xudo xohlasa bir haftada 2-3 marta video olishga harakat qilaman. Do'stlar, mana shu ugullarni olib keyin qo'ylar 3 ta qo'y kerak bizga divan yasash uchun. Keyin o'zimizga uy quramiz. Mana shuncha ugul yetib qolsa kerak. Mana shu yerga kirib ko'raman. Agar temir bo'lsa, temirni olib ketaman. Voy
как раз bitta olmam bor edi. Endi orqaga qaytish kerak. Ketdim. Tezroq yetib borishim kerak orqaga. Oh, bo'ldi ana. Endi voy, bu shuncha yig'ishgan ekanman. Olma. Bizga qo'ylar kerak. Bu 2-3 ta qo'y qayerda ekan? Qo'ydi o'ylam oq tarafdan ko'rib. Bu mol, lekin bizga hozir qo'y kerak. Mol ham kerak, lekin bu lava ko'rolmaymi? Lava. Mayli, hozir molni ham o'ldirib qo'yamiz. Lekin bizga birinchi o'rin qo'ygan. Yani qo'y kerak bizga. Bu ovqat uchun. O ishga tushyapti. Bizga qo'y kerak. Tezroq topishimiz kerak qo'y. Qishloqdim. Shuncha payt sezmagan ekanmiz. Shundoqqina yonimizda ekan qishloq. To'g'ri ham ko'p ekan, mayli o'ldirib qo'yaveramiz. Bizga endi qo'y kerak emas. Bizga endi ovqat kerak. Nega qo'y kerak emas deganimda endi qo'y chiqib keldi. Emas. Mayli, turib turaversam biz hozir uxlaymiz. O golem bor ekan, golemni o'ldirmaymiz. Nega deganda qishloq aholisini qo'riqlashi kerak. Biz endi uxlaymiz. Endi hamma qo'ylarni o'ldirishga emas. Mana qornim och qoldi. Shunga tezroq pechka yasab ovqatlarni qo'rib yeyish kerak. Nega ugol olganim sababi ham shu. Biz qorin to'yg'izib olib uyimizni qurishga davom etamiz. Do'stlar, mana shu qishloqni oldiga qo'yaymikin, quraymikin yoki zo'rg'a ketaymikin? Lekin daraxtlar ham yaxshigina ko'paygan bitta. Men bu daraxtni ekib chiqaman. Bo'ldi, daraxt tugadi. Endi do'stlar, uyimizni qurishimiz kerak. Zo'r videoni oxirida kompyuterim mazasi qochib lagat bo'lib o'chib qoldi. Shuning uchun Minecraft o'tvordi. Qaytadan o'qishga ulgurmadi. Hamma narsadan chiqib ketib qolibdi. Shuning uchun videoni ikkinchi qismini olish uchun kanalga obuna bo'linglar. Bu videoda 10 tadan ko'p obunachi va 10 tadan ko'p like bo'lsa ikkinchi qismi chiqadi. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Maksimalni
odamlarga jo'natib qo'yinglar iltimos.